Birlik bor joyda baraka bo'ladi. Insonlar bir-biridan ajralmay birga harakat qilsa, qiyinchiliklar ham yengillashadi. Bir ovchi daryo chetiga to'r yasabdi. To'rning ichidagi xo'rakka aldangan anchagina qush tuzoqqa tushib qolibdi. Ovchi ularni to'plash uchun kelayotganda qushlar ustilaridagi to'r bilan birga osmonga ko'tarilishni boshlashibdi. Ularning bir kuch bo'lib birgalashib bir tomonga to'g'ri uchishlarini ko'rgan ovchi hayratda qolibdi. Ularning izidan quvib ketibdi. Yo'lda uchragan bir kishi ovchidan "Bunchalar shoshib qayerga ketyapsan?" deb so'rabdi. Ovchi uchib ketayotgan qushlarga ishora qilib, ularni qo'lga tushirmoqchi ekanligini aytibdi. Erkak kulib yuboribdi. "Alloh aql bersin, uchib ketayotgan qushlarni ham tutib bo'larkanmi?" debdi. "Ha," debdi ovchi. "Agar to'rda bitta qush bo'lsa, balki men uni ushlay olmasdim, lekin ko'rasan, men ularga yetib olaman." U aytgandek bo'libdi. Kechqurun qorong'u tushganida qushlar o'zlarining uylariga ketishmoqchi bo'libdi. Qushlarning bir qismi to'rni o'rmon tomonga tortibdi, ba'zilari ko'l tomonga, yana ba'zilari tog'larga borishni xohlabdilar. Ba'zilari esa butalar tomonga. Hech birining xohlagani bo'lmabdi. To'r bilan birgalikda hammasi yerga qulabdi. Ovchi ham kelib hammasini tutib olibdi. Bechora qushlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadisini bilganlarida edi, faqat bir tomonga uchishgan va ovchining qo'liga ham tushmagan bo'lishar edi. Bir-biringizdan ayrilmanglar, chunki podadan ayrilgan qo'yni bo'ri yeydi.